Bu spiral 3 yil davomida homiladorlikdan saqlaydi hamda gormonal muvozanatni to'g'rilab turadi. Implant spiral bu gormonal spiral hisoblanadi. Gormonal spiralni afzallik tomonlari ko'proq. Ya'ni afzallik tomonlaridan biri bu 3 yil davomida homiladorlikdan saqlaydi hamda gormonal muvozanatni to'g'rilab turadi. 24 soat davomida kam-kam gormon ishlab chiqarib turadi. Buni bachadon ichiga qo'yiladigan spiraldan afzallik tomonlari ko'p. Bachadon ichiga qo'yiladigan spiralni asoratlari bo'lishi mumkin. Ya'ni bu inorodniy telo hisoblanadi. Inorodniy telo hisoblanganda bachadon o'zi qisqarishga harakat qilib, bachadon ichiga qo'yiladigan spiralni chiqarishga harakat qiladi yoki bachadonni teshib chiqishi mumkin yoki ekspulsiya bachadondan pastga tashqariga chiqib ketishi mumkin. Undan tashqari bachadon ichida polip yoki bachadon miomalari bo'ladigan bo'lsa, buni qo'yish, bachadon ichiga spiralni qo'yish mumkin emas. Bundan tashqari bachadon ichiga qo'yilgan spiraldan so'ng bachadon bo'yni har doim ochiq bo'ladi. Bachadon bo'yni ochiqligi hisobiga agar organizmda jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar yoki shamollash kuzatiladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri bachadon naylariga o'tib ketib, bachadon nay o'tkazuvchanligini buzishi ham, o'tkazuvchanligini yo'qotishi ham mumkin. Shuning uchun implantat spiral teri ostiga qo'yish bu eng effektiv usul hisoblanadi. Siz bu teri ostiga qo'yiladigan spiral haqida ma'lumotga egamisiz? Agar ega bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring.